Zarar kunanda nima qilib qo'yding? Bolamas balo bo'lding sen. Qochanaqa? Yosh bola-ku, yosh bolaga ham shunaqa muomala qiladimi? Yaxshi ham begona emas, akazi qizlari. Bagada uamam ma'lumchilar. Bo'ldi qizim, yig'lamang. تنزف ماء في فضاء بين فضاء لا مكان له في الوجود. Bolam, akani o'tganiga ham 2 yil bo'ldi. Bularni o'zini uyiga tashlab kelgan. Sen bizga qaraysanmi? O'zingni bolalaringga qaraysanmi? Bularga qaraysanmi? Ona meni yaxshi deb eshiting. San ham eshit. Musulmonlarning uylari ichida eng yaxshisi yetimga yaxshilik qilinadigan uydir. Musulmonlar uyining eng yomoni esa yetimga zulm qilinadigan uydir. Umr ko'z ochib yumguncha o'tib ketadi. Ertami indinmi hammamiz o'lamiz. Menda jannat kalitlari turganda nimaga bularni tashlab kelishim kerak? Bolam, men seni o'ylab aytdim. Qaysi birimizga yetkizasan? Ertaga seningni uzatamiz. Mebel qilishimiz kerak. To'yda ham, bularda ham rizqini Alloh beradi. Mebellarga keladigan bo'lsak, Shukran magazindan muddatli to'lovga halol nasiyaga foiz va penyalarsiz olamiz. Bitta pasport evaziga 6 oydan 1 yilgacha xohlagan narsangizni foiz va penyalarsiz halol nasiya orqali olishingiz mumkin. Uyga nima kerak bo'lsa, maishiy texnikalar, konditsioner, ariston, televizor, telefon, hamma yo'q. Xullas nimani xohlasangiz Shukran magazindan topishingiz mumkin. Manzil Marg'ilon sentrida eski makroni o'rnida Shukran magazini. Voy, necha yaxshi o'g'lim. Ertaga bizni ham olib bor. Bo'ldi, xo'p, olib boraman. To'yda kamchiliklarini o'ylamasangiz bo'ladi endi.